Akalar yana vaqti chotki yangiligimiz kelgan. Tovarni injig'i buqasi kelgan. Hamma kutgan, hammaga qiziq bo'lgan mahsulotimiz. Ochdan keyin bo'lib ketdi. Korobkani ham ko'ryapsizlarmi kattaligini? Bu nima deyapti bu? Jonivorlar nima deyapti? Qani bittasini basharasini ochib bering. Akalar 3070 video kartalarga qiron keldi xullas. Gameward RTX 3070 8 ga 256 GB. Chotki holatlari, ishlashlari zo'r, muammolari yo'q. Garantiyalarini qilib beramiz. O'yinxonaga o'rnataman degan akalar, ya'ni dona, ya'ni optim, ya'ni farqi yo'q, narxlari vasha chotki chiqadi. Xudo xolasa narxlarini qo'yamiz akalar. 300 dan ancha past bo'ladi. Hozir bilasizlar 300 sotishyapti. Bu yerda ancha past qilib beramiz, kelaverasizlar.